Hozirda aholi o'rtasida juda ham trendga chiqib ketgan mavzulardan biri bu kollagen bo'ladi. Kimdadir jelatinli kollagen, kimdir koreyskiy, kimdir turetskiy deydi. Bizning mahsulotimiz Rossiya mahsuloti hisoblanadi. Sinovdan o'tgan, har bitta sog'liqni saqlash vaziridan o'tgan, ofisdan to'g'ridan-to'g'ri mijozlarimizga yetib boradi. Ozish jarayonida terini osilmasdan ozishiga, semirish jarayonida juda ham chiroyli bo'lib semirishga, oqsillarni tanaga yaxshi yetib borishiga yordam beradi. Vitamin C bor tarkibida, shunaqangi effektivni bo'lganligi uchun ham shakarsiz, bemalol qonda qand miqdori bor deysizmi, kistamiyoma, eroziyalari bor mijozlarimiz, o'simtasi bor mijozlarimizga ham bemalol mumkin, homilador emiziklilarga ham mumkin bo'lgan produkt hisoblanadi. Asosiy ichishdan maqsadimiz ayollarda ko'p tug'ruqdan keyin yoki bo'lmasa semirib ozgan paytda terida osilishlar ko'p kuzatiladi. Qin devorlarining kengayishida, bellarda, yelkalarda kenglik bo'lganda ayollik energiyasi kamayganda ham ichiladi kollagen.